Xitoy tilini qanchada o'rgansam bo'ladi? Xitoy tilini o'rganishga aslida 10 yil ham kamlik qiladi, lekin aynan bir vaqt belgilab olish shart emas. Xitoy tili bosqichma-bosqich o'rganiladi. Boshlang'ich bosqich 2 oy davom etadi. Bu bosqichda siz xitoylar bilan kundalik muloqot qilishni o'rganasiz. Shu kabi bosqichdan davom ettirib ketaverasiz. Qancha ko'p o'rgangan bo'lsangiz, xitoy tili shuncha sifatli va muloqotingiz shuncha erkin bo'ladi. Onlayn darslar yaxshimi yoki oflayn? Onlayn ham offlayn ham natija bir xil bo'ladi, lekin bu o'quvchini o'ziga bog'liq. Agar hammasini muntazam joy-joyda qiladigan bo'lsangiz, aynan offlayn darsga kelishingiz shart emas. Sharoitga qarab turib onlayn ham offlayn ham o'rgansa bo'ladi. HSKmi, darslikmi? Darslik. Chunki darslik sizni juda ham kuchli xitoy tilingizni ta'minlab beradi. Ko'pchilik HSK ni tugatish va xitoy tilini o'rganish deb hisoblashadi, lekin HSK ga yopish olish kerak emas. Qancha ko'p darslik ko'rsangiz, xitoy tilingiz shuncha kuchli bo'ladi. Nazariy darslarmi yoki amaliy? Nazariy darsda kerak, chunki xitoy tili bazasiz siz xitoylar bilan muloqot qila olmaysiz. Lekin men baribir birinchi o'ringa amaliy darsdan chiqargan bo'lardim. Tiniy ustida ishlash, xitoylar bilan muloqot ta'minlash yoki fonetika bilan ishlash, shunga o'xshash amaliy darsdan ko'paytirish kerak deb o'ylayman. Yana shunga o'xshash ma'lumotlarni ko'proq o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizlarni kuzatib boring.